Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun men sizlarga ajoyib bitta videoni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni iTicket programmasini ko'rsataman sizlarga hozir. Mana shu videomizni iTicket deb yozamiz. Play Marketda mana shu programma chiqadi. Уже yangilanish kelib qopti. Shuni yangilab uстановка qilamiz telefonimizga. Mana hozir bu uстановка bo'lyapti. Uстановка bo'lgandan keyin ichini ochamiz. Ochishni bosamiz. Mana bunday ko'rsangiz, mana Sever Nazarxonda nimasi bor ekan, bileti bor ekan. Shuni sotib olishimiz kerak bo'ladi yoki misol uchun barcha tadbirlarni bossak, mana bunday ko'rib chiqsak, mana bu yerda hamma imkoniyatlari bor. Pastda tovarlar bo'limida hech qanaqa tovar yo'q, chiptalarimiz ham yo'q. Mana hop kiramiz, buni bas sahifani bosib turib, misol uchun mana ommabop Sever Nazarxonda konsertini shunday sotib olmoqchimiz yiliga. Chipta sotib olishni bossak, mana bu yerda juma, keyin seshanba, yakshanba kunlari 19 dan 21 gacha o'zbekchada nimasi bor ekan. Humo Arena degan 3 yoshdan ortiq bolalar olishi mumkin ekan mana. Mana buni bunday bossak, 2 ta 3 ta olib ketaveradi. Shu yerda kirib, mana savatchaga qo'shishni bosamiz. Avtomatik savatchaga tushadi mana. Tourizm degani shu orqaroq joylarda borgan sari narx tushaveradi. Oldiroq joylar bo'lsa, narxi qimmatlashadi. Savatchaga tushdi. Keyin mana Jahongir Otajonovning ham Happy degan konserti bo'lyapti. 10-may kuni o'shani sotib olishimiz mumkin. Mana keyin Dijigar 17-may kuni Ermat Xaqnazarovning konserti bor ekan. O'shaga nima qilib olsak ham bo'laveradi mana. Dijigar deyapti, mana shuni bosamiz. Hop, mana shuni o'qiymiz. Yosh cheklovlari 0 yoshdan boshlab kirishi mumkin ekan. 17-maydan tadbir bo'lib o'tadigan joy Xalqlar do'stligi saroyi. Joylashuvi, keyin tadbir haqida shular o'qiymiz. Hammasini o'qib chiqqanimizdan keyin chipta sotib olishni bosamiz. 17, 18, 19, 20-may kunlari mana 4 kun bo'lar ekan bu konsert. Soat 7 dan 21 gacha. Mana shularni ko'rib, shu yerda o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, ustiga bossak mana 80 ming, 100 ming bo'lib ketaveradi. Endi xaritarani tanlashni bossak, mana bu yerda xaritasi ochiladi. Joyda qanaqa joy borligi mana. Mana shu turgan joylar bo'sh joylar bo'lar. Mana ustiga bossak, mana shu belgilandi. Mana ustiga bossak, mana shu ko'karib turgan belgi o'sha joyda shu bo'sh joylar borligini bildiradi mana. Bu joylar band bo'lib qo'ygan ekan bunda. Shuni ko'rib sotib olishingiz mumkin bo'ladi shu yerda. Agar videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin do'stlar. Hop, kimlardir qanday savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, qo'ldan kelgancha bilganimizcha javob berishga harakat qilamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.